Assalomu alaykum hammaga. Bugun Angliyada ishimiz giloslarni yagona qilish. Mana shunday qilib to'planib qolgan joyini yulib tushirib qilib tikanka deydimi O'zbekiston nimasida, qishloq tilida. Qilib yulib ishlab turibmiz. Bugungi ishimiz shu bo'ldi. Mana shunaqa qalin joylardan unday yulib tashaladi. Ko'zingizga yoqmagan joylarni olasizda, mana shunday yulib tashlaysiz. Bunaqa joylardan olib yulib ketilaveradi. Gilos sifatli bo'ladi, yiriroq bo'ladi. Shuning uchun polni brigada hamma qator kirib olib mana yulib yotibmiz. To'g'ri kelganida qalin joylarni yulib